Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Allah Teala'ga biadat hamd sana şükürler. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ga durudu salavat selamlar olsun. Az ahli mu'minlar, kelayotgan hayat ayyomlar barchamizga muborak bo'lsin. Azizlar, Allah Teala Qur'oni Karimda aytadi: "Estağfirullah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Allah Teala oyat ma'nosida aytadiki: "Ey insonlar, sizlarni mol mulk to'plashlikda musobaqalashligingiz sizlarni halok qildi. Hattoki qabrga yetib kelganingizcha," deydi Alloh taolo. Ana shu qabrga kelganingizcha mol mulk to'plashlik bilan ovora bo'ldingiz deydi. Azizlar, barchamiz mana shu qabrga kelamiz. Barchamiz mana shu joyda albatta hammamiz kelib yotamiz. Allohning oldida bu dunyoda o'tkazgan amallarimizdan so'ralamiz. Azizlar, keyin yana bir iltimos, mana shu qabristonga hayit kuni kelmasdan hayitgacha bir ziyorat qilib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Albatta hayit kuni qabristonga kelishlik bu gunoh hisoblanadi. Chunki bayram kuni o'liklarni eslashlik, bayram kuni yig'il qilishlik, Alloh taolo xursandchilik qilinglar degan kuni qabriston ziyorat qilib, o'liklarni eslab yig'il qilish shariatimizda gunoh hisoblanadi. Shuning uchun mana bugun biz ham onajonim o'qigan xatm Qur'onlari bor edi. Ikkita xatm Qur'onlarini kelib yaqinlarimizga va barcha ahli qabrga hadya qilib, ana shu joyda Qur'on xatmini hadya qilib ketyapmiz. Alloh taolo qabul qilgan bo'lsin. Barcha ahli mu'minlarni Allohim yotgan joylarini jannat qilsin. Shuning uchun qolgan yaqinlarga ham murojaat, hayit kunigacha kelib ziyorat qilaylik, lekin hayit kuni qabristonga kelmaylik. Hayit kuni oilamizda, oila ahlimiz bilan birgalikda xursandchilik, bayram qilaylik. Yoshlarimizga, bolalarimizga bayramona kayfiyat hosil qilaylik. Xursandchilik, o'yin kulgu qilaylik, lekin hayit kuni qabristonga kelmaylik azizlar. Shuning uchun iltimos, hayitgacha kelib ziyorat qiladiganlar ziyorat qilib, yana bir iltimos, qabrga kelganimizda qabr oralab yurmaylik. Qabrlarni topishlik ham hozir o'tlar o'sganligidan, Allohning qudrati bilan yomg'ir yog'ib juda ham bir yam-yashil o'tlar o'sib turibdi. Ana shu qabrni topishlik qiyinroq bo'lyapti. Shuning uchun qabr oralab kirmasdan yo'l bo'yida o'tirib yoki sal nariroqda o'tirib hadya qilib qo'ysak ham bo'ladi azizlar. Keyin ba'zilar kelib o'tlarni yulishibdi qabr ustidagi yoki yo'ldagi. Azizlar, qabristondagi o'tlarni yulmaylik. Qabristondagi o'tlarning barchasini zikri, yam-yashil o'sib turgan o'tlarni, o'simliklarni hammasini qilgan zikrlarning savobi shu qabr ahlida, ana shu qabrda yotgan odamga inshaalloh nasib qiladi, yetib turadi. Shuning uchun qabristondagi o'tlarni yulmaylik. Qurg'ab qolgan o't bo'lsa,